Xitoylar endi haqiqiysiga yig'laydi. Chunki bizni o'zbeklar Xitoylardan yorib yuboryapti. Mana shu yerda ko'rib o'tadigan bo'lsangiz 1, 2, 3 ta qolib, mana bu yerda aralashtiradigan mikseri, mana bu yerda suv bachoklari kichkina qilib ishlangan. Chunki bunda ikkita biznes yursangiz bo'ladi. Mana bu yerda pena generatori, mana bu yerda bachogi va yangina kompressori va mikseri birgalikda endi ushbu biznesni 1,5 ming dollar bilan siz xohlasangiz pena bo'lak, xohlasangiz gaza bo'lak ishlab chiqarishingiz mumkin. Mana bu yerda ikkita qolipi, reskalari, mana shu suv bachoklari tonnali va bir quyganingizda 12 ta g'ishti 30 ga 20, 60 razmerli gaza blokda ishlab chiqaruvchi ushbu uskunamizni endi 1600 dollarga siz bemalol Uchqo'rg'onda Qo'g'aydan xarid qilishingiz mumkin. Eng qizig'i, naqd pul, karta va undan tashqari hokim yordamchisining oldida bitta pasport bilan ham bemalol kelib olishingiz mumkin. Kelinglar bu yoqqa. Bu yerda ko'radigan bo'lsangiz 3 ta qolipi, mana ular bonusiga, mana yerda 1000 tagacha chiqaradigan geli, mana shu komplektlari hammasi birgalikda bo'lib 700 dollar, 800 dollar, 900 dollarga siz bemalol xarid qilasiz. Vodiy bo'yicha dastlabkilari bepul, qolgan joylarga 100 dollar, qolgan uskunalarimizga kelishilgan holatda yetkazib beriladi. O'zbeklar bordirki, uy quradi. Shuning uchun sizlarga 2025 ga zo'r bizneslarni tayyorlab qo'ydik. Pastdagi raqamga aloqaga chiqing. Katta ob'yomda ham bor. Bemalol ishlaringizni bitirib berishadi.